party's atrocities in Xinjiang, Tibet, and elsewhere will not be tolerated. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 10 noyabr kuni Xitoy Kompartiyasidan tartib Irondagi terrorchi hokimiyatchi bo'lgan barliq sohadan kelayotgan har qanday xiristni yengalaymiz. Bu o'r odamlar qiladigan ishlardir deb ko'rsatdi. U bu so'zlarni Ronald Reagan institutining Erkinlik va demokratiya markazidagi nutqida alohida ta'kidladi. U so'zda sobiq Amerika prezidenti Ronald Reaganning dunyodagi hech qanday bir davlat erkinlik haqida bizchilik fikr yurgizgan emas degan so'zni naql elish orqali Amerika xalqining erkinlikka bo'lgan talpinishining bakma cho'nqur yiltizga ega ekanligini yana bir qatam eskartdi. Shuningdek, Amerika hukumatining ular duch kelgan har qanday xirist va tahdidlarni barbod qila oladiganligini, jumladan navbatda duch kelayotgan turli tuman mushkulot va qiyinchiliklarni yeng keta oladiganligini ta'kidladi. U bu haqda so'z qilib, shunisi aniqki, bizning yengishimiz ularning mag'lub bo'lishi muqarrardir deb ko'rsatdi. Mike Pompeo so'zda Amerika va dunyo jamoatiga xitob qilib, biz birlashsakla, biz har qanday masalani hal qilib keta olamiz deganni yana bir qatam takrorladi. Shuning bilan birga, Amerika hukumati navbatda ijro qilayotgan tashqi ishlar siyosatining parlaq iz qoldirib ketishiga bo'lgan ishonchini bildirdi. That no matter where we go, whatever country we're dealing with, whether they're people we have a security relationship with, or when we're dealing with the Chinese Communist Party and the horrors that are taking place inside of China today. Not just I talked about Xinjiang in my remarks, but Catholic churches are being desyncretized, are being syncretized. You're seeing Christian faith stamped out in Tibet, in now northern Mongolia. Every place that human freedom wants to flourish, the Chinese Communist Party is resisting it. And so each time we have a conversation at every level between the United States and China, we raise these issues.